Bu video uchun katta rahmat rus olimi, antropolog Stanislav Drabushevskiyga. Bu videoning original ruscha variantini ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar tagiga link qo'ydiramiz. Kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Men shu videoni olib o'zbekchaga tarjima qilganman. Bizdagi auditoriyaga qiziq bo'lishi uchun. Katta rahmat. O'zi bizga, odamga yashash uchun miya kerakmi, yo'qmi? To'g'risini aytaman, kerak emas. Tak, meni ismim doktor Baxtiyor Muhammedaminov, men neyrojarrohman. Miya haqida meni ozgina tushuncham bor, ozgina, kichkinagina. Men sizlarga shu bugun miya haqida ma'lumot beraman, uni rivojlanishi, nimaga paydo bo'lgan, qachon paydo bo'lgan, nima uchun kerak, shu narsalar haqida sizlarga bugun gapirib beraman. Bizning miyamiz tashqi muhitga nisbatan bizni nerv tizimimizning evolyutsiyasi. Bizning ajdodlarimiz uzoq vaqt davomida har xil tashqi muhitda yashashgan. Shu tashqi muhitga javoban bizning miyamiz ham paydo bo'lgan, to'g'ri, nerv sistemamiz paydo bo'lgan va miya bu uning qismi. Undan keyin nerv sistemasi paydo bo'lgan. Sizlar ko'rishingiz mumkin hozir. Rasmda miyaning rivojlanishlari. Ushbu rasmda sizlar odam miyasini rivojlanishini ko'rishingiz mumkin. Bu 25 million yil ketgan shu holatdan hozirgi holatimizga kelgungacha. Sizlar o'ylashingiz mumkin, 25 million yil juda katta vaqt bo'lsa kerak. Yo'q, katta emas. Hayot paydo bo'lganiga taxminan 3 milliard yil bo'lgan. 3 milliard yil ichida 25 million yil bu juda kichkina. 3 milliard yil ichida avval molekulalar paydo bo'lgan, keyin hujayralar paydo bo'lgan, RNK paydo bo'lgan, RNK duplikatsiya qilib DNK ga aylangan, yadro paydo bo'lgan, vakuola, mitoxondriyalar hammasi paydo bo'lib rivojlanishni boshlagan. Ular paydo bo'lgan, bir hujayralilar paydo bo'lgan, ular keyin ko'p hujayraliga aylangan, undan keyin ular sodda hayvonlarga aylanib, suv tagida, suv tubida suzishni boshlagandan keyin o'sha vaqt nerv sistemasi hosil bo'lgan. Uzoq vaqt ketgan biz rivojlanishimiz uchun. Zamonaviy biz odam, Homo sapiens, o'ylovchi odam, fikrlovchi odam paydo bo'lganiga atigi 50-40 ming yil bo'lgan, bu endi antropologik topilmalarga qaraganda. Bo'ylab qarasanglar 3 milliard yil, 50 ming yil. Juda katta farq. Shu miyamiz juda ko'p vaqt o'tkazgan rivojlanish uchun. O'zi nerv sistemasi qanaqa paydo bo'lgan? Hech o'ylab qiziqib ko'rganmisizlar o'zi? O'zi sistemalar umuman olganda qanaqa paydo bo'ladi? Nerv sistemasi, qon aylanish sistemasi, skelet sistemasi. Bu tashqi muhitga o'rganish uchun paydo bo'ladigan narsa. Tashqi muhit o'zgarsa, sistema ham o'zgarishi kerak. Shunga moslanish kerak. Agar moslanmasa, o'sha tirik jonzot o'lib qoladi. O'zi bizga emas, o'zi hayot uchun o'zi nerv sistemasi kerakmi yo'qmi? Sizlarni ajablantirsam kerak-ku, lekin kerak emas nerv sistemasi. Mana o'simliklarni olaylik. Daraxtlar, qo'ziqorinlar, bularda nerv sistemasi yo'q. Ular yashab yuraveradi, nerv sistemasi bo'lmasa ham. Vahshiy o'simliklar ham bor, ko'rgan bo'lsanglar, pashshan ushiydigan. Ularning ham nerv sistemasi yo'q. Ular yashaydi yaxshi, rivojlanadi, ko'payadi, o'sadi, ildiz otadi, katta barglarni chiqaradi, 1000 yilgacha yashayveradi. Даже ba'zilari harakat ham qila oladi, ba'zi o'simliklar. Masalan, suv tubida yashaydigan bor, ba'zi o'simliklar yurishi ham bo'ladi. Juda ham uzoq yashaydi nerv sistemasi. Masalan, o'zimizning Toshkent viloyat Chorvoqqa borsanglar, anaqa bor. Chinor bor. 600 yildan ko'p yashagan chinor. Unda nerv sistemasi yo'q. Mazza qilib yashab yuraveradi. Nerv tizimi yo'q, hech nima haqida o'ylamaydi ham, siqilmaydi ham. Mazza qilib yashab yuraveradi. Faqat olmaxonlar haqida o'ylasa kerak. Boshqa muammosi ham yo'q. Agar bizga jonzotlar, biz hayvonot dunyosiga aloqadormiz, o'simlik emas, hayvonot dunyosiga bo'lsak, birinchi ko'p hujayrali organizmlardan boshlab shu nerv tizimi paydo bo'lgan. Qiziq joyi, nerv tizimi har xil jonzotlarda bir-biridan farqli o'raloq rivojlanishni boshlagan. Chunki tashqi muhit o'zgargan, ular mustaqil rivojlangan. Aktiniyada bo'lishi mumkin, boshqacha nerv tizimi bo'lishi mumkin, gidrada. Ular bir-biriga aloqasi yo'q, lekin ikkalasida ham nerv tizimi rivojlangan. Chunki bu tashqi muhitga bo'lgan javob. Nerv tizimi mustaqil rivojlangan. Mana shu suv tubida yurgan jonzot sifatida bo'lganimizda. Nimaga? Bu ham tashqi muhitga javoban.
Mana miyani bundoq tagiga qarasanglar, bu yerda olfaktor chuqurcha bor, bu yerda hid blue, hid piyozchalari joylashadi. Hemoretseptorlar. Faraz qilinglar, suv tagida yurgan jonzot, okean suvi bo'lsa yuribdi. U hidni bilish kerak, pastdan bilish kerak. Pastdagi hiddan, qanaqadir hemoretseptor. Yoki o'lja bor, o'shani hidini bilib borib o'ljani yeyish kerak. Yoki aksincha buni qo'ylab kelishyapti-da, bu uni hidini bildi-da, vahshiyni qochib ketdi. Shuning uchun pastda joylashadi bu. Miyani past joyida joylashgan. Hemoretseptorlar shu paytdan boshlab rivojlangan. Undan keyin ulardan baliqsimon jonzotlar paydo bo'lgan, baliqsimon jonzotlardan keyin skeletli baliqlar paydo bo'lgan, ulardan keyin juft qanotlar paydo bo'lgan, keyin bo'yni paydo bo'lgan, bo'ynidan keyin jag' paydo bo'lgan, tishlar paydo bo'lgan. Bundan keyin suvdan quruqlikka chiqishgan, quruqlikda yurishgan, undan keyin daraxtlarga chiqishgan, butun mezozoy erasida daraxtlarda yurishgan. Shu mezozoydan boshlab primatlar paydo bo'lgan. Primatlar paydo bo'lganda ularda yangi vazifalar paydo bo'lgan. Bu kaft bilan ushlash, daraxtlarning shoxlarini kaft bilan ushlash kerak, kaft bilan ushlab harakatlanish. Yangi tashqi muhit o'zgardi, bu degani miyadagi yangi joylari paydo bo'ldi degani. Bu juda ko'p vaqt daraxtlarda yurishgan primatlar, taxminan 3 million yil daraxtlarda. Keyin daraxtlardan tushib, yana 1 million yil Australopithecus sifatida yurishgan savannalarda. Mehnat qurollarini yaratishgan va oxirgi shu 2,5 million yil zamonaviy odam sifat tomonga yurishni boshlashgan. Shu 2,5 million yil ichida ham biz bo'sh o'tirmaganmiz. Ko'p narsa boshlangan. Avval oddiy ish qurollari, mehnat qurollari, kamon paydo bo'lgan, tosh instrumentlari paydo bo'lgan. So'ng qiyinroq mexanika, fizika, bug' dvigatellari paydo bo'lgan, elektronika, butun fan, din, mana hamma shu oxirgi 2,5 million yil ichida rivojlanib, biz hozir mana shu bor sivilizatsiyamizga yetib keldik. Hammasiga vaqt ketgan va har bir rivojlanish etapi bizning nerv sistemamizda, ya'ni miyamizda o'zini izini qoldirgan. Bizning miyamiz olib qarasak, qayga o'xshaydi? O'yinchoq bor ana, matryoshka. Shunga o'xshab qavat shu. Soddadan qiyin bo'lib keturgan. Qancha ichida va o'rtasida joylashgan bo'lsa, bu struktura shunchalik eski, shunchalik sodda, lekin yashash uchun, hayot uchun shuncha muhim. Qancha tashqarida joylashgan bo'lsa, bu struktura shuncha murakkab hisoblanadi. Bu zamonaviy tashqi tomonda joylashganlar narsalar bo'lsa, bu zamonaviy funksiyalar uchun kerak. Bu degani bizning rivojlanishimiz to'xtab qolmaydi. Rivojlanishimiz yana ketaveradi. Balki yana 20 million yildan keyin yana sal boshqacharoq bo'lar bizning miyamiz. Chunki yangi funksiyalar paydo bo'ladi. Miya asosini oladigan bo'lsak, misol uchun, miya asosi bu yerda retikular formatsiya degan bor. Bu bizning gidrasimon organizm bo'lganimizdan qolgan mana miya asosini oladigan bo'lsak, ko'rsanglar bo'ladi. O'rtada joylashgan va chuqurda joylashgan. Miyani eng qadimiy joylaridan biri. Bu yerda retikular formatsiya degan narsa bor. Nomini ham tarjima qilsak, to'rsimon formatsiya. Bu bizga shu gidrasimon hayot shakli bo'lganimizdan qolgan meros. Nomi ham retikular, to'rsimon. Bu nimaga javob beradi? Retikular formatsiya bizning yurak urishimizga va nafas olishimizga yordam beradi. Yordam beradi emas, javob beradi. Oddiy funksiya, nafas olish va yurak urishi. Joylashgan joyi chuqur va o'rtada joylashgan, kichkina joylashgan. Bu endi anatomik qonuniyat. Vaqt o'tgan sari, rivojlangan sari yangi ehtiyojlar paydo bo'lgan, tashqi muhit o'zgargan va yangi miya funksiyalari paydo bo'lgan. Va funksiyasi paydo bo'lgandan keyin yangi qavatlar miyada paydo bo'lgan. O'zi tayyor variantni oladigan bo'lsak, miyani tayyor varianti, tayyora endi bugungi tayyor. Buni anatomlar 3 qismga bo'lgan. Bu 3 qism bu qulaylik uchun qilingan, klassifikatsiya uchun. Tibbiyot talabalari bo'lsanglar, bilsanglar kerak. Nechta qism bor desa, 3 ta desa, 90% to'g'ri topasizlar. 3 ta bo'lmasa 4 ta bo'ladi. Anatomiyada 3, tibbiyotda bu 3 shunaqa sehrli son, ko'p narsa 3 ta narsaga bo'linadi, 3 qismga bo'linadi. 3 taga bo'lamiz miyani. Miya asosi.
Asosi bu mana tentorium chodirdan tagida joylashgani. Bu yerda aytganda retikulyar formatsiya bor. Nafas olish, yurak urishiga javob beradi va yana miyachamiz bor. Miyachalarni ham miyachalar deb aytayapman, barcha tirik jonzotlardagi miyachalarni 3 qismga bo'lsa bo'ladi. Aytganimdek 3 bu shunaqa mo'jizaviy son. Birinchi qismi bu arxiterebellum. Arxiterebellum degani eski miyacha. To'g'ri, qadimiy miyacha, qadimiy miyacha. Bu minoga degan minogalarda hali ham bor. Minoga bu baliqsimon bir jonzot. Hali baliqqacha rivojlanib bo'lmagan. Uni jag'i bo'lmaydi, skeleti ham bo'lmaydi, to'g'risini aytsam. Xordali, bosh suyagi ham bo'lmaydi, to'g'risi. Xuddi plastinka turadi, to'g'aydan ustida miyasi turadi. Va suzadigan qanotchalari ham bo'lmaydi becharalar. Bir qarasanglar bir g'alati na baliq, na ilon shunga o'xshagan bir jonzot. Tishlari ham yo'q, jag'i ham dumaloq bo'ladi. Shu rasmi ham turibdi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Ajoyib jonzot. Bu juda qadimgi jonzot. Bunga arxiterebellum nimaga kerak? Bir suv tagidagi qumdagi yoki toshlar orasida bekinib, suzib borib ikkinchi joyga tushish kerak. Shu suzayotgan vaqtida ag'darilib ketish kerak emas, aylanib. Shu tanasini tepa pastini ajratib berish uchun arxiterebellum kerak. Tepa pastini ajratib berish uchun kerak. Chunki qanotchalari ham yo'q. Qanotchalarni boshqarish uchun bizga kerak bo'ladi keyingisi paleocerebellum. Eski miyacha kerak bo'ladi paleocerebellum. Eski miyacha bo'lsa, baliqlar rivojlanishi boshlaganda ular paydo bo'lgan. Bo'ladi baliqlarda jabra ravoqlari paydo bo'ladi va birinchi jabra ravoqlari jag'ga aylanadi. Va ularning bo'yni paydo bo'ladi, qanotchalari paydo bo'ladi. Bo'yin bilan qanotchalarning harakati uchun bizga yangi miya kerak, qo'shimcha, chunki arxiterebellum kuchi yetmaydi. Bu xuddi zamonaviy qiladigan bo'lsanglar, IT ga qiziqadigan, IT emas, kompyuter texnikaga qiziqadigan bo'lsanglar, kompyuterlarni kuchliroq bo'lish uchun yangi narsa qo'shib ketaverishingiz kerak, to'g'rimi? Yangi operativ xotira qo'shishingiz kerak, yangi protsessor unga qo'shishingiz kerak. Bu ham shunaqa. Kuchliroq o'yin o'ynamoqchi bo'lsanglar, kuchli protsessor kerak. Katta operativ xotira kerak. Shunga o'xshab miya ham rivojlanib keturgan. Ko'proq ma'lumotmi? Ko'proq miya kerak. Shunaqa. Baliqlarga qanotchalari bor. Baliqlarga suzishga yordam beradi. Juda ag'darilish emas, unda qiyinroq, uzoqroqqa suzish kerak, o'ljani ovlash kerak yoki o'zi o'lja bo'lsa vahshiydan qochish kerak, shu qiyin harakatlar uchun kerak. Bo'ynini harakatlantirish kerak, baliq chapga o'ngga, jag'ini ochib yopish kerak. Shuning uchun paleocerebellum paydo bo'lgan. Undan so'ng bo'lsa, jonzotlarda qo'l oyoqlari paydo bo'lish boshlagan. Qo'l oyoqlar bor, barmoqlar bor. Qiyin harakatlar qilish kerak. Misol uchun men jarrohman, drillda suyakni kesishim kerak, mikroinstrument olib kichkina qon tomirlarni bir-biriga tikishim kerak yoki kesishim kerak. Bularni koordinatsiya qilish uchun menga kerak bu yangi miyacha, neocerebellum. Mana yangi miyacha bu yerda neocerebellum paydo bo'lgan. Qiziq joyi, odamlarda miyacha eng zo'r emas. Qushlarning miyachasi odamlarnikidan mukammalroq hisoblanadi. Chunki qushlar uchish kerak. Uchish bo'lsa bu juda qiyin proses. Uchish uchun sizlar uchish fazada, ya'ni 4-harakat, 4da fikrlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun qushlarda miyacha ko'proq. Qiziq joyi, qushlar miyachasi bilan o'yla oladi. Shunaqa zo'r, qiziqarli fakt. Lekin qushlarning miyachasi bilan o'ylash bu odamni katta miya po'stoqlar bilan o'ylashga oldi hech nima emas. Lekin shunaqa qiziqarli fakt. Odam eng mukammal emas, ba'zi hayvonlar borki, ularning bir qismlari odamnikidan ko'ra mukammalroq, qiyinroq hisoblanadi. Tovuq ham qushlar turkumiga kiradi. Tovuq miya desa kompliment. Bir tomondan mana shunaqa deydi-mi? Boshini chopganingizdacha yugurib ketaveradi tovuq. Chunki mashq holatiga-da. Chopganda mamutdan chopiladi-da. Buyog'i pastda qoladi miyachasi. Shuning uchun yugurib yuraveradi. Keyingisi bu bizda po'stloq osti qavatlari, bazal gangliyalar. Buni ham o'sha yana bizning mo'jizaviy 3 sonimizga keladi. Bu ham 3 taga bo'linadi. Birinchisi bu paleostriatum. Bunga kiradi globus pallidum kiradi, oq shar, medial lateral,
Tibbiyot sohasidagilar bilsa kerak. Medial o'rtada, lateral chetda degan. Bu nega kerak? Bu emotsional harakatlar uchun javob beradi. Bu nimagadir qiziqish yoki ovozdan qo'rqish yoki hiddan qo'rqib ketish. Bu baliqlarning fikrlashi. Paleostriatum. Bu juda foydali, chunki bu bizga juda tez javob qaytarish uchun kerak. Nimadir bo'ladigan narsaga tez javob berish. Bu toza emotsiya, toza hissiyot. Toza hissiyot hayvonlarda bo'ladi. Ba'zilar aytadiki, hissiyotlar, ya'ni emotsiyalar faqat odamga aloqador deydi. Unday emas, bu teskari gap. Toza hissiyotlar bo'ladi faqat hayvonlarda. Insonlarda bo'lsa, bizda aql bor, fikrlash bor. Fikrlash bilan hissiyotlar bir-biriga qarama-qarshi narsa. Shunaqa. Keyingi bizning qavatimiz bu arxistriatum. Arxistriatum bu reptiliya miyasi, reptiliya sudralib yuruvchilarning miyasi. Bunga nima kiradi? Bunga kiradi bodomsimon tanachalar bu yerda joylashadi. Chakka bo'lagini uchida joylashadi. Bu 3 ta narsa bilan shug'ullanadi. Funksiyasi 3 taga bo'linadi. Yana o'sha 3 soni. Bu hid bilish, agressiya va qo'rqish. Bu ham tuban oddiy narsalar bilan shug'ullanadi. Va boshqa qismlar bilan qo'shiladi, miyani limbik sistemani hosil qiladi. Bu nega kerak? Bu oddiy va asosiy harakatlar, bu tirik qolish uchun kerak bo'lgan harakatlar. Yanada o'sha nimadir ketyapti, tam olmaxon ketyapti, ovchi chiqib qoldi, olmaxon ko'rib qochib ketadi. Shu oddiy qo'rquv harakati. Yoki agressiya. Ikkita jiraf ko'rib qoldi bir-birini, ular bir-biriga raqobatdosh, ular bir-biri bilan urushadi, bo'ynini bir-biriga urib. Agressiya. Yoki hid bilish, hid bilish ham oddiy narsalar. Shularga javob beradi. Keyingi bizning bazal gangliyarimizning qavati bu neostriatum. Bu sudralib yuruvchilarda bor, qushlarda bor va bizda sut emizuvchilarda bor. Bunga nima kiradi? Bunga dumli yadroni boshi kiradi. Bunga kiradi claustrum, putana. 3 ta sohadan iborat. Bu nimaga kerak bizga? Bu agressiyani bosish. Qizig'i bundan oldingi qavat agressiyaga javob berardi. Ustidagi qavat bo'lsa agressiyani bosish. Chunki agressiyani bosish bu qiyinroq funksiya hisoblanadi. Agressiyani bosish. Agressiya bu eski reaksiya, agressiyani bosish bo'lsa yangi reaksiya, ya'ni undan ancha ilg'or hisoblanadi. Bu neostriatum bu hali ong emas. Ong hisoblanmaydi. Bunda hech qanaqa fikrlar, sizlar neostriatum bilan fikrla olmaysizlar, to'g'risi. Bu yuqori postloq emas. Bu hammasi shartli reflekslar sifatida. Xuddi xonaga kirdinglar, qorong'i yorug'likka yoqmoqchilar lampani. Mana shunaqa reflekslar asosida. Shular hisoblanadi. Keyingisi bo'lsa bu shaffof to'siq. Bu bizda talamus bilan talamus sal oldiroqda bu yerda joylashgan, shu bilan qadoqsimon tanada joylashgan bo'ladi. Buning ham funksiyasi agressiyani bosib turish. Aytganimdek, bu agressiyani bosish bu ilg'or hisoblanadi. Agar sizlarni jahlinglar chiqib ketdi, shu jahlinglarni bosib o'zingizlar bosa olsanglar, bu sizlarni ilg'or odam degani. Endi biz qiyin joyga keldik. Men hammasi qiyindir-ku. Ilg'or fikrlaydigan joyimizga keldik. Bu bizani postlog'imiz, miyani postlog'i, bu miyani ustida joylashadi. Bu ichida bazal gangliyalar bilan miyani asosi bo'lsa, ustida tashqarisi bo'lsa, bu miya. O'ylaydigan, fikrlaydigan joyimiz shu. Qancha struktura yuqorida joylashgan bo'lsa, aytganimdek, bu shunchalik ilg'or bo'ladi. Uni ham 3 qismga bo'lsa bo'ladi. Eng past qavatida, aytaylik, paleopalliumda 3 qavatdan iborat o'zi. Eng ustidagi bo'lsa neopallium bo'lsa 6 qavatli. Bu 6 qavat bu hujayralarning qavati. Histologik qaraganda 6 taga bo'linadi. Piramida, katta piramida, kichkina piramida shu holat shu joylardan iborat bo'ladi. Paleopallium. Paleopallium bu ham eski struktura. Bu Gyrus fornitatis dan iborat bo'ladi va paragippokampal egat.
paragippokampal Tak, va hid bilish piyozchalardan pastda joylashadi. Hid bilish piyozchalar. Bu nimaga javob beradi? Bu ham oddiy va sodda funksiyalarga javob beradi. Misol uchun, hid bilish mazaga, emotsiyalarga, boshqa odamlar bilan bo'lgan kommunikatsiyaga. Misol uchun bir odamni ko'rdinglar, birinchi marta ko'rishinglar misol. U sizlarga yoqmadi. Nega yoqmaganini bilmayapsizlar o'zi. Ko'rsanglar, yaxshi ko'rinishi, yaxshi gapirsizlar bilan, negadir yoqmadi. Bunga sabab uni hidi. Hidi yoqmasa, odam sizga ham yoqmaydi. Endi afsuski bizda, balki afsuskidir, balki yaxshidirki, miyani shunaqa sohalarimiz bor, haligacha ajratib bera oladi. Yoqadi yoki yoqmasligini. Bu emotsiyalar, hissiyotlar borki, shu ajrata olamiz. Undan keyin biz sal qiyinlashamiz endi. Keyingisi keladi dedi arxipallium. Arxipallium yana bitta keyingi qavat. Bu yerda nimadan iborat? Gippokampdan va tishli egatdan iborat. Bu ham nega kerak? Bu yana hid bilish. Yana emotsiyalar, hissiyotlar. Lekin bir aniq bir emotsiya emas, har xil emotsiyalar. Agar gippokamp shikastlansa, odam emotsiyasiz bo'lib qoladi. Agar aksincha gippokamp qo'zg'alib ketsa, odamda emotsiyalar kuchayib ketadi. U giperemosional bo'lib ketib qoladi. Hamma narsaga qo'zg'aluvchan, tez jahli chiqadigan, tez javob beradigan bo'lib qoladi. Yana bu nega javob beradi? Yana bizga kerak gippokamp bu qisqa muddatli xotira. Odamning ichadi tilla baliq xotirasiga o'xshaganda. Xolodilnikka nimadir sut qo'ydinglar-da, shu qo'yganingiz esingizda turibdimi? Bu qisqa muddatli xotira. Kitob o'qiyapsizlar, kitobni o'qigan joylarda oldingi bitda bo'lgan narsalar esinglardami? Bu ham qisqa muddatli xotira. Shunga javob beradi gippokamp. Keyinchalik qisqa muddatli xotira agar bu muhim xotira bo'lsa, kerakli xotira bo'lsa, qisqa muddatli shu limbik tizim orqali uzoq muddatli xotiraga o'tadi. Kerak emas xotira bo'lsa, esdan chiqarib olish kerak bo'lsa, miyani o'zi uni sortirovka qilib, o'zi esdan chiqarib oladi. Kerakligini saqlaymiz, kerak emasini chiqarib olamiz. Bizning miyamiz bizani o'zi yordam berib turadi. Kerakli emotsiyalar, kerak emas emotsiyalarni farqlash uchun. Xuddi agar ko'pchilikda yoshligidagi yaxshi hissiyotlar esda qoladi, bolaligida bo'lgan yomonlari esdan chiqib ketadi. Bu ham shunga o'xshagan narsa. Eng faxrlanadigan qismimiz bu neopallium. Bu postlog'i desa bo'ladi, eng ustki qavati. Bunaqasiga qarashga chiroyli miyamizning eng ustki qavati bu neopallium deyiladi. Histologik bu 6 qavatdan iborat, bu murakkab joyi. Bu bizga fikrlash, o'ylash, iroda, uzoq muddatli xotira, murakkab funksiyalarga javob beradi. She'r o'ylab she'r yozish, shoirlik qilish, kitob yozish, fizikada yangilik ochish, matematika, astronomiya hammasiga bizning mana shu neopalliumimiz aybdor. Lekin bu qiziq joyi nafaqat odamlarda bor. Struktura. Neopallium o'rdak burinlarda, yexidnalarda ham bor. Mana shu qavatlar paydo bo'lganiga juda ko'p vaqt, shu Trias vaqtidan beri 250 million yil oldin paydo bo'lgan shunaqa 3 qavatli miya postlog'i. Faqat vaqt o'tgan sari evolyutsiya borki, rivojlanib, biz hozir shu vaqtga kelib mukammal hozirdagi bo'ldik. Bu tendensiya kelajakda ham rivojlanishi mumkin. Vaqt o'tadi, videoni boshida aytganimdek, yangi funksiyalar paydo bo'lar va bizning miyamiz rivojlanar. Niyat qilaman, rivojlanadi, bundan ham kattalashadi, yangi narsalar o'ylab topamiz. Yomon bo'lishi ham mumkin, albatta, miyamizda kichrayib qolishi ham mumkin. Agar hayotimiz juda sodda bo'lib ketsa, har xil yangi bizga masalalar bo'lmasa, ishlaydigan narsa bo'lmasa, afsus, miyamiz ham kichrayib qoladi. Niyat qilaman, unaqa bo'lmaydi. Ko'proq o'ylaylar. Shunda miyamiz rivojlanadi. Bu juda qisqa anatomiya. 15 minutlik anatomiya. Endi men sizlarga nerv tizimini ishlash turlarini aytib beraman. Qanaqa ishlash turlari bor o'zi? Nerv o'zi nima qilib beradi? Nerv tizimi. Buni ham 3 taga bo'lsa bo'ladi, yana o'sha 3. Birinchisi bu reflekslar.
Ikkinchisi bu bo'ladi bizda instinktlar va uchinchisi, eng muhimi bu fikrlash yoki o'ylash yoki aql deb ham bitta so'z bilan olsak bo'ladi. Aql, bu fikrlash. Boshlaymiz reflekslardan boshlaymiz. Har xil reflekslar bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Tizza refleksi, bilak refleksi, Pavlov refleksi o'zi nima degani? Refleks degani. Refleks bu stereotipik bir xil qo'zg'atuvchiga bir xil oddiy javob reaksiyasi. Minimal nerv tolalari orqali o'tadi. Bu sabab ikkita, ko'pi bilan 3 ta nerv tolasi bo'ladi. Sezuvchan va harakatlanuvchan, ba'zida orada qo'shimcha bitta nerv tolasi bo'lishi mumkin. Ikkiga bo'lsa bo'ladi bular ham. Aytaylik, shartsiz reflekslarga va shartli reflekslarga. Shartsiz bu tug'ma bo'ladi, bizning genomimizda yozilgan. Misol uchun tizza refleksi. Ba'zi odamlarda tizza refleksini tekshirib o'rganinglarda harakatlanib o'zi irodasi bilan shuni to'xtatishga harakat qiladi. Uni qilmaylar, to'g'risini aytaman. Urganda qimirlash kerak oyog'i. Agar urganinglarda oyoq qimirlamasa, sizni tekshirayotgan shifokor ajallanib qoladi, keyin sizni yana MRTga jo'natib, orqa miyangizda bir qanaqadir o'simta bo'lsa kerak deb qidirishni boshlaydi. Agar qimirlamasa, bu nerv sistemasi shikastlangandan javob beradi. Yana bo'lishi mumkin. Pilomotor refleks. Hech eshitganmisizlar yo'qmi? Lekin hamma buni sezgan. Qo'rqib ketsanglar yoki xursand bo'lib ketsanglar yoki sovuqqa chiqsanglar, qo'linglardagi sochinglar turib qoladi tikka bo'lib. Bu ham pilomotor refleks. Qorachiq refleksi bor. Bu ham. Yoki oddiy qilib aytganda, issiq narsani ushlab olsanglar, qo'linglarni tortasizlar. Bu ham shartsiz refleks. Qo'l kuyib qolmasligi uchun. Yana refleksi ikkinchi turi bor. Bu shartli refleks. Bu hayot davomida orttirilgan refleks. Bu yerga bo'lsa kiradi, Pavlov itlari bor. Eksperiment qilishgan, agar o'qigan bo'lsanglar, qiziq bo'lsanglar Google'dan. Ko'pchilik bilsa kerak, meni ko'radiganlar, bilmasanglar Google'ga kirib qidirsanglar, Pavlov itlari deb juda ko'p reflekslar chiqadi. U it oshqozoniga teshik qilib qo'ygan, ovqat hidlatgan. Ovqat hidlagan vaqtida oshqozondan unda kislota ajralgan. Ovqat hidi bilan yemasdan oldin. Bu shartli refleks hisoblanadi. Qiziq joyi bu shartli refleksi fikrlash bilan konflikti bor. Bir-biriga qarama-qarshi keladi. Ko'pchilikda fikrlash yutib chiqadi, shunday bo'lish kerak. Ba'zilarda bo'lsa shartli refleks yutib chiqadi, bu noto'g'ri. Bu deganda miyada qandaydir shikastlanish bor degan. Keyingi nerv sistemani ishlash turi bu instinktlar. Bu nima degani instinkt? Instinkt bu stereotipik, spetsifik bir xil qo'zg'atuvchiga bo'lgan organizmni bir xil murakkab javobi. O'rganishdan qat'iy nazar. Nima o'rgangandan qat'iy nazar. Bu neyron to'rlar orqali o'tadi. Bu ham sal murakkabroq. Reflekslar 2-3 ta neyron bo'lsa, bunda to'rlar bo'ladi. Bu qushlarda yaqqol ko'rinadi. Misol uchun g'oz, uni agar inida tuxum turgan bo'lsa, tuxumi inidan tushib ketsa, u nima qiladi? Boradi-da, o'sha tuxumni inaga dumalatib yana tushirib qo'yadi. Agar tuxumni o'rniga bir xuddi shunga o'xshash tosh qo'yib qo'ysangiz ham, u toshni borib dumalatib inaga qo'yib qo'yadi. Bu o'ylamaydi g'oz. Mayli hozir ovqat yeb olay, keyin olib chiqib qo'yarman. Bu havo yaxshi-ku, bugun o'tda turib tursin, u yoqqa olib chiqib qo'ydi deb o'tiradi. Tuxumi indan tushib ketdimi, uni ko'tarib olib borib qo'yish kerak. Bu shu instinkt. İnsonlarda bo'lsa, instinkt bo'lmaydi, to'g'risi. Chunki bu fikrlashga, o'rganishga, ta'lim olishga zid keladigan narsa. Eshitsanglar bo'ladi ba'zida. O'z-o'zini saqlash instinkti, onalik instinkti deb aytishadi. Bu to'g'risi bu bo'lmagan narsa. Ya'ni kelaylik misol qilamiz, o'zini saqlash instinkti nima? Misol uchun, o'rmonda ukki bor. Boyoqlar. Unga kimdir hujum qilmoqchi bo'lsa, u nima qiladi? Ko'zlarini katta qiladi, qanotlarini chiqaradi va hujum qilganni qo'rqitishga harakat qiladi. U boshqacha narsa qilishni bilmaydi. U instinkt, u paydo bo'ldimi, shuni qilish kerak. Yoki hech ukkini ko'rmagan bo'lsanglar, mushuklarni ko'rgansizlar. Mushuk qo'rqitsanglar nima qiladi?
mushuk qo'rqitsanglar baland tovush chiqaradi, belini bukadi, tirnoqlarini chiqaradi va tuklari tikka bo'ladi. Bu ham instinkt. U boshqa turni bilmaydi u. Instinkt. Odamda qanaqa bo'ladi? Keling, odamni kiramiz, olamiz. Odamlar antropologik o'zi endi yuqori primatlar bo'lsak, o'rmonda ketyapmiz. O'rmonda ketyapti odam. Do'stingiz bilan o'rmonda ketyapsiz. Yoningizdan ayiq chiqib qoldi. Nima qilasizlar? Ayiq chiqib bo'lsa. Kimdir baqiradi, qochib ketadi. Kimdir daraxtga chiqadi, kimdir qo'rqib ketib, hushdan ketib yiqilib tushadi, kimdir tosh olib otadi unga. Xilma-xil reaksiyalar, bir xil emas. Bu instinkt emas, bu o'rganish. Chunki nimadir o'rgansanglar shunaqa bo'ladi. Misol uchun qo'lingizda miltig'inglar ham bor, u yana o'rmonda ketyapsizlar, yana ayiq chiqib qoldi. Sizlarga instinkt nima deydi? Instinkt aytadiki, tashlagin deydi. Miltig'ini qochib ketgan deydi. Sizlar o'rgangansizlarki, o'rganish, fikrlab olasizlar, miltiq bilan otsa bo'ladi. Agar sizlarning fikrlashinglar bilan sizlarning instinktinglar bir-biriga zid chiqsa, sizlar nima qilishni bilmay qolasizlar, na tashlashni bilasizlar, na yugurishni bilasizlar, shunda sizlarni ayiq yeb qo'yadi. Shuning uchun odamda bu bo'ladi o'rganish, instinkt emas. Chunki odamlarda bu stereotipik ishlamaydi. Instinktda bizga moyillik bor. Bitta dona bor instinktimiz bor o'zi. Genomda yozilgan. Bu sizga yoqqan tanish odamni ko'rib qolsangiz, sizni qovoqlaringiz ko'tarilishi kerak tepaga. Bitta shu isbotlangan refleks bor. Lekin u ham hammada ishlamaydi. Misol uchun shaxsan men odamlarning yuzini yaxshi eslab qola olmayman, yaxshi tanimayman. Даже bunaqa kasallik ham bor, endi menimcha kasallik darajasida emas. Bu kasallikning nomi prozopagnoziya deyiladi. Prozopagnoziya degan kasallik bor. Shu bitta shu isbotlangan refleks. Instinkt to'g'ri. Bitta shu isbotlangan instinkt. Bu ham yaxshi ishlamaydi, to'g'risini aytsam. Qarz olgan odamni ko'p qolsa qanaqa? Qoch, xuddi shunaqa qochish mana bu ham instinktga kiradi-da. Qarz olgan kirib qolsangiz. Har xil-ku hammada mana kimdir borib aytadi, to'g'risini aytadi, to'g'rimi? Uzr topolmay qoldim deydi. Kimdir qochib ketadi. Kimdir uni so'kishni boshlaydi. Nega mendan so'rayverasan deb. Stereotipik emas bu. Hammada har xil. Misol uchun uyda qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, qanaqa o'rgangan bo'lsa, shunga qarab javob beradi. Chunki bu instinkt emas-da, fikrlash. O'zini saqlab qolish haqida aytdik. Aytaylik, men onalik instinkti. Bu onalik bu instinkt emas, to'g'risini. Bu moyillik. Agar instinkt bo'lganda edi, rostchakasi toza instinkt desak, bu butun dunyodagi barcha onalar bolalariga hammasi bir xil qilish kerak bo'lar edi. Afrikadagi bir qishloqdagi ham, Amerikadagi rivojlangan shaharda ham, Yaponiyadagi bir odam ham, hamma O'zbekistondagi ham, hamma onalar bolasini bir xil yuntirish kerak edi, bir xil belash kerak edi, bir xil ovqat berish kerak edi, hammasi bir xil bo'lishi kerak edi, stereotipik bo'lishi kerak edi. Bizda har xil jamiyatda har xil bo'ladi bu. Bu moyillik, bu instinkt emas. Instinkt bo'lganda hamma bir xil qaraydi, xuddi qushlarga o'xshab. Bu dumalab, o'sha g'oz dumalab ketganda ko'tarib qilish kerak edi. Bu o'rganish. Bolalarda bo'lsa aytgancha, bolalarda instinkt bo'ladi. Misol uchun so'rish instinkti bor. Og'ziga so'z olib kelsanglar, ko'kragini olib kelsa onasi so'rashni boshlaydi avtomatik. Bekana qiziq anaqasi bor. Oyog'ini tegini qo'linglar bilan yo'q, nevrologlar bo'lsa, bolg'acha bilan oyog'ini qitqlasa, oyog'i ochiladi, barmoqlari ochiladi. Bu Babinskiy refleksi deyiladi. Agar kattalarda bo'lsa, bu refleks bosiladi. Bu instinkt bosiladi. Agar kattalarda ham bo'lsa, bu degani bu nerv sistemasi shikastlangandan e'tibor javob beradi. Bu degani qon qo'yilgan yoki infeksiya yoki qanaqadir o'simta bo'ladi. Shuning uchun olib qarasanglar, shu toza onalik instinkti bo'lmaydi. Ba'zi onalar bor, afsuski bolasiga yomon qaraydi, palapartish qaraydi yoki umuman qaramaydi. Agar onaga bolaga to'g'ri qarash, to'g'ri parvarish qilishni o'rgatmasak, afsuski bola ham nobud bo'lib qolishi mumkin. Endi eng ilg'or nerv sistemasini ishlash turi. Bu fikrlash, o'rganish yoki aql deb bo'lgan bo'ladi. Aql. Bu hayot davomida nospetsifik qanaqadir qo'zg'atuvchiga
spesifik qo'zg'atuvchiga javoban yangi tajriba hisobida organizmning reaksiyasi. Bu murakkab nerv to'rlari orqali o'tadi. Miyamizda degani murakkab nerv to'rlari. Odamzod kollektiv, ya'ni jamiyatda yashaydi, kollektivda yashaydi. Kollektivda bo'lsa, nerv faoliyatini keyingi tur ishga tushadi. Bu ya'ni o'rganish, ya'ni aql. Bu faoliyat vaqt o'tgan sari yig'ilgan ma'lumotlar, tajriba, o'zgarib turuvchi faoliyat, bunda juda ham juda katta neyron to'rlar ishtirok etadi. Biz atrofda bo'lgan ma'lumotlardan, atrofda bo'layotgan narsalardan ma'lumot olamiz, uni analiz qilamiz, uni sintez qilamiz, fikr qila olamiz, taxmin qila olamiz. Agar shunday bo'lsa, shunday bo'ladi. Chunki oldin ham shunga o'xshagan holat bo'lgan. Odamni boshqa hayvonlardan farqi nimada? Biz abstrakt fikrlar olamiz. Kelajakda nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin emas. Mana shu bizani buni abstrakt fikrlash deydi. Bu fikrlashimizning farqi, shu bizani farqlab turadi hayvonlardan. Buni hammasi bizani po'stlog'imizda, ya'ni neopallium miyani po'stlog'i bilan po'stlog'i bo'lgani uchun qila olamiz. Neopalliumni hajmi miyani boshqa hamma qismlarini birga qo'shgandan ham kattaroq hisoblanadi. Yig'indisidan ko'proq. Shuning uchun ham biz bu miyani neopallium bilan biz faxrlana olamiz. Boya aytganimdek, odamlarda instinktlar yo'q. Instinktlar bo'lsa ham biz ularni bosib turamiz. Lekin bizda reflekslar juda yaxshi rivojlangan. Bizani fikrlashimiz, fikr qilish qobiliyatimiz qolgan instinktlar bilan reflekslarni bosib tura oladi. Chunki bu ilg'or. Misol uchun issiq narsani ushlab oldinglar qo'linglar bilan, refleks etadiki, tashlab yuborgin deydi issiq narsani. Lekin sizlar o'zingizlarni fikrlashinglar bilan, irodanglar bilan shuni ushlab turishinglar mumkin tashlamasdan. Agarda shu ushlab turgan narsalar, issiq narsalar sizlarni hayotingizga xavf keltirsa, sizlarni o'sha organizmni o'limiga olib keluvchi darajada yomon bo'lsa, unda reflekslar o'tib ketadi, kuchli ta'sir qiladi, buni tashlab yuborasizlar. Chunki reflekslar sizlarni miya po'stlog'inglarni o'chirib qo'yadi. Impuls o'tmay qoladi, miya po'stlog'i o'chadi, reflekslar ishlaydi, issiq narsani tashlaysizlar, sizlar hushdan ketasizlar. Shunaqa. Miya bizani eng murakkab organimiz. Buni bizga o'zimizning miyamiz aytgan. Ha, shunaqa murakkab, qiyin organ. Vaqt o'tgan sari biz shu miyamizni rivojlantirib keldik, har xil yangi ma'lumotlar bilan. Iltimos, miyalarni rivojlanishini to'xtatmanglar, yangi ma'lumotlar olinglar, yangi o'zingizlarga hobbilar topinglar, ko'proq kitob o'qinglar, yangi hissiyotlar o'zingizlarga olinglar. Hech qachon tugatmanglar rivojlanishdan. Bu bizni miya evolyutsiyasi, miya ishlash haqidagi birinchi videomiz. Bundan keyin biz yana bir necha epizod olamiz. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar, do'stlar bilan ulashinglar. Bu mashhur ilmiy ko'rsatuv. Agar sizlar endi shifokor bo'lsanglar, albatta talaba bo'lsanglar, sizlar anatomiya darsida yoki nevrologiya fanida bularni chuqurroq o'tgansizlar. Agar qiziqsanglar, o'zingizlar qiziqsanglar, anatomiya kitoblari juda ko'p. Men sizlarga kerak bo'lsa, o'zim ham anaqa qilib yuboraman, link qilib yuboraman, ochib o'qib, sotib olib o'qib ko'rsanglar bo'ladi, kitoblarni xohlasanglar. Agar qiziqqan bo'lsanglar, albatta yozib qoldiringlar, keyingi mavzularni qilishda davom etamiz. Shu birinchisi shu miyani rivojlanishi va uni qanday ishlashi haqida qisqacha qilib tushuntirib berdim.